Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan biza algebrik ifodalarga kirish qilamiz. Matematikada quyidagicha tushuncha bor, ya'ni sonlarni harflar bilan ifodalash. Ya'ni agar biz biron bir ixtiyoriy son yozmoqchi bo'lsak, biz aynan uni 3 yoki 2 deb tanlab ola olmaymiz. Matematikada ixtiyoriy son sifatida biron bir harf olinadi. Masalan, A harfi, X harfi, Y harfi. Demak, mana bu A, X, Y harflari, demak, bu ixtiyoriy sonlari bo'lishi mumkin. Agar biz qandaydir qoida haqida gapirayotgan bo'lsak, biron bir sonlarga taalluqli qoidani aytayotgan bo'lsak, biz ko'pincha ularni ixtiyoriy sonlar uchun to'g'ri bo'lishini isbotlashimizga to'g'ri kelib qoladi. Ana shunday paytda biz aynan bitta son bilan ko'rsatmay, balki ixtiyoriy qiymatdaligini ko'rsatish uchun biz harflardan foydalanamiz. Demak, matematikada sizga sir emas, juda ham ko'p harfiy ifodalar bilan ishlaysiz. Ular mana shu harfiy ifodalar bilan yozilgan yozuv yoki umuman mana shu harflar tagida harflar qandaydir matematikada sonlarni anglatadi. Mana shu harflar sonlarni ifodalagani uchun bular algebrik ifodalar deyiladi. Demak, algebrik ifoda uni bilib olishimiz kerak. Ya'ni ruschalab bu algebritskiy выражение. Har qanday harfiy ifoda, masalan, deylik biz ko'rganmiz x² minus 7x qo'shilgan 12 yokida 2a kvadrat b taqsim ilzosta ab yokida x1 barobar mana bunday formulalar ham ko'rganmiz. B kvadrat minus 4ac taqsim 2a degan. Xullas, mana bularni hammasi, mana shu yozuvlarni hammasi 2a plus b yokida ilzosta a kvadrat plus b kvadrat. Xullas, har qanday mana bu harflar bilan yozilgan yozuvlar hammasi bitta bo'lib algebrik ifoda deyilar ekan. Harf qatnashdimi bo'ldi, ular algebrik ifoda hisoblanar ekan. Xo'p, yana algebrik ifodalarga misol keltiraman. Masalan, 2a kvadrat b plus 3a minus 4 yokida 2a plus b yokida 3ab shunchaki. Mana bularning hammasi algebrik ifoda. Ya'ni nima harf ishtirok etdimi, bularning hammasi algebrik ifoda bo'ladi. Yana misol keltiraman algebrik ifodaga qanday? Masalan, x kvadrat minus 8 taqsim x plus 3. Mana bu ham algebrik ifoda. Xullas, nima harf ishtirok etdimi, bularning hammasi algebrik ifoda deyilar ekan. Algebrik ifodalarning o'zi ham holatiga qarab turib turlarga bo'linadi. Algebrik ifodalarning ichida shunday bir tushuncha borki, bu tushuncha ko'p xat tushunchasini hosil qilgan. Ya'ni qaranglar, quyidagicha qoida bor bizda. Agar siz algebrik ifodada, ya'ni harflar bilan yozilgan ifodada harflarning o'rniga ixtiyoriy sonni qo'ya olsangiz, ya'ni sizga hech qanday cheklov bo'lmasa, mana algebrik ifoda berilgan, x o'rniga xohlagan sonni qo'ya olsak, bu bizda bunday ifodalar bizda ko'p xat deyilar ekan. Ya'ni agar biz harflarning o'rniga ixtiyoriy ifoda qo'ya olsak, bu ko'p xat deyilar ekan. Bir xat, ikki xat yoki ko'p xat deyilar ekan. Xo'p, masalan, misol keltiraman. Ko'p xatga bitta misol keltiradigan bo'lsam, masalan, x kvadrat minus 6x qo'shilgan 3. Mana shu ifodada men x o'rniga xohlagan sonimni qo'ya olaman. Xohlasam x o'rniga 1 qo'yaman deb hisoblayman. 1 ni kvadrati minus 6 kara 1 qo'shilgan 3 deb. Xohlasam shu ko'p xatning o'rniga men 4 qo'ya olaman. 4 ni kvadrati minus 6 kara 4 qo'shilgan 3. Va buni hisoblasa bo'ladi, qandaydir musbat manfiy sonlar chiqadi. Yokida mana bu 2ab plus 2a minus 1 masalan. Bu yerda ham ab ni o'rniga ixtiyoriy sonlar juftligini tanlab olishim mumkin. Masalan, men ab ni o'rniga 2 1 son juftligini tanlasam, 2 kara 2 kara 1 qo'shilgan 2 kara 2 minus 1. Xohlasam ab ni o'rniga qandaydir boshqa ildizli son tanlashim mumkin. Ildizosti 2 bilan 1/2 taqsim 3 ni tanlashim mumkin bu o'rniga. O'rniga qo'yib bemalol hisoblay olaman. Mana shu agar sizni harflaringiz o'rniga любой sonni qo'yib, ya'ni ixtiyoriy sonni qo'yib hisoblay oladigan bo'lsangiz, bunday algebrik ifodalar, bular ham algebrik ifoda, bunday algebrik ifodalar ko'p xat deb ataladi. Mana ko'p xat nima ekanligini bilib oldinglar. Ko'p xat yo bir xat yo ikki xat. Endi hozir tushuntirib beraman. Masalan, bizda shunday algebrik ifoda bor. Deylikki, mana buni olaylik, x kub x kvadrat minus 8 taqsim x qo'shilgan 3. Masalan, bu algebrik ifoda, lekin bu ko'p xat bo'la olmaydi.
Bu ko'p xat emas. Nimaga desangiz, x o'rniga xohlagan qiymat qo'ya olmayman. Masalan, bu yerda x ni o'rniga -3 qo'yishim man etiladi. Chunki x ni o'rniga -3 qo'yib hisoblamoqchi bo'lsam, -3 ni kvadrati 9, 9 dan 8 ayiraman. -3 ga 3 ni qo'shsam 0 bo'ladi. Men 1 ni 0 ga bo'lishimga majbur bo'lib qolaman. Matematikada borliqni yo'qlikka bo'lib bo'lmaydi. Ya'ni biron bir nima bor, uni 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Ya'ni sonni 0 ga bo'lish mumkin emas. O'shaning uchun ham x ga 3 -3 tanlash mumkin emas. Shuning uchun mana bunday ifoda ko'p xat deyilmaydi. Xo'p, yokida a -3 deylik, masalan, a ni o'rniga men deylik -4 tanlay olmayman. Chunki a ni o'rniga -4 tanlasam -4 -3 ildiz ostida -7 soni kelib qoladi. Matematikada biz bilamizki, ildiz ostining ichida manfiy son bo'lmaydi. Yokida a ni o'rniga -1 tanlay olmayman. Chunki -1 -3 -4 bo'lib qoladi. Yana baribir manfiy son chiqib qoladi. To'g'ri, boshqa son tanlasangiz chiqadi ildizdan, hisoblash mumkin. Lekin ko'p xat bo'lishi uchun aynan siz o'zgaruvchini o'rniga ixtiyoriy son qo'ya olishingiz kerak. Qachonki ixtiyoriy son qo'ya olsangiz, o'shandagina algebrik ifoda sizda ko'p xat deyilishi mumkin. Demak, ko'p xat nimaligini bilib oldik. Bizda demak, ko'p xat bo'lishi uchun imkon qadar u ifoda ildizda bo'lmasligi kerak. Ildiz ichida harfli ifodalar kelsa, u ko'p xat bo'lish ehtimoli kamroq bo'ladi. Endi vaziyatga ham qaraydi. Xo'p, va kasrli ifodalar kelib qolsa ham, mahrajda harflar kelib qolsa ham u ko'p xat bo'lmaydi. Endi bularga alohida to'xtalamiz yana mavzuga. Xo'p, ko'p xat bo'lishi uchun demak, harflar faqatgina suratda va hech qachon mahrajda harf kelmasa, mana bunday ifodalar ko'p xat deyiladi. Endi ko'p xat deganda mana shu harfiy ifodalardan bir necha marta ko'p bo'lib, yig'indi bo'lib kelishi. Masalan, deylik, mana bu aslida yozganimiz, birinchi misolda yozganimiz x² - 6x + 3. Bu 3 xat deyiladi. Nimaga 3 xat? Chunki 3 ta qo'shiluvchisi bor. Bitta qo'shiluvchi, 2 ta 3 ta. 3 xil elementdan tashkil topgan. X kvadratlardan, 6xlardan va sonlardan. Masalan, deylik, 4a ni 4-si plus 3a kub minus 2a kvadrat qo'shilgan 1/7a minus 2/1/8. Mana bu ifoda 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta qo'shiluvchidan iborat. Lekin buni 5 xat demaymiz. Biz shunchaki ko'p xat deb ataymiz. Agar bizda ko'p xatimiz 2 ta qo'shiluvchidan iborat bo'ladigan bo'lsa, 2 qo'shilgan b bo'ladigan bo'lsa, bu 2 xat deyiladi. Ya'ni a xatlari bor va b xatlari bor deyiladi. Xo'p, agar bizda bitta qo'shiluvchidan iborat bo'lsa, masalan, 3ab kvadrat s. Bu yerda bitta qo'shiluvchi, ya'ni qo'shuv nimadir yo'q. Bu bir xat deyiladi. Demak, bu bir xat, bu 2 xat, 2 ta xati bor, buni 3 ta xati bor, 3 xat. Mana bu ifoda esa ko'p xat deyiladi. Mana demak, bir xat, 2 xat, 3 xat, ko'p xat nima ekanligini bilib oldik. Xo'p, endi ruscha tushuntirib ketaman, chunki rus o'quvchilarim ham bor. Demak, rus tilida tayyorlanayotgan o'quvchilar ham tomosha qilayotgan bo'lsa, так, посмотрим, ребята. Значит, у нас есть понятие алгебрические выражения. Алгебрические выражения – это тут значение, которое обозначается через буквы. Вот, например, x, 12, вот это выражение, алгебрическое выражение, тут участвуют буквы. И это также является алгебрическое выражение. Вот это является алгебрическое выражение. Все значения, которые обозначены через буквы, все они алгебрические выражения. Здесь буквы выражают нам число. И смотрите, есть такие понятия многочленные. Если алгебрические выражения имеет смысл при любом значении переменного, то есть при любом значении а и b, то есть если мы можем поставить, если нам дозволено поставить вместо буквы любое число, то такие алгебрические выражения именно называются многочленные. Вот это и есть многочлен, то есть квадратный трехчлен. Например, вот это является квадратный трехчлен, потому что вместо x можно поставить любой что угодно. А вот это алгебрическое, на самом деле оба алгебрические выражения, но это называется многочлен, это можно назвать многочлен, а это невозможно назвать многочлен, потому что вместо а и b нам не позволено поставить отрицательное число. Но если вдруг вместо а мы берем отрицательное, вместо b положительное какое-то число, то это и выражение потеряет свой смысл. Мы это просто назовем алгебрическим выражением, это не смогут быть
многочленом либо одночленом. Вот. А вот это выражение, так же самое, это алгебрическое выражение, но невозможно это назвать многочлен, потому что вместо x нам нельзя ставить минус 3. Надо понять этот смысл. Если вам дозволено, если вам разрешено поставить любое число как угодно, то это называется многочлен. А вот это выражение нам запрещает поставить вместо x минус 3. Поэтому я не могу это сказать как многочлен. И вот, вам понятно. Смотрите, вот многочлен, если состоит из 3 слагаемых, вот 3 различных слагаемых, это можно назвать как трехчлен. Смотря на количество слагаемых, мы распределяем их многочлены, одночлены, трехчлены и двухчлены. Например, вот это выражение, это составляет более 5 слагаемых, да? 1, 2, 3, 4, 5, 5 точно. Вот это есть многочлен, просто это можно назвать многочлен. А это трехчлен, потому что там 3 слагаемые, а тут 2 слагаемые, называется двухчлен. Это одна слагаемая, тут больше нет, это и есть одночлен. Вот. Теперь вам понятно, что такое алгебрическое выражение, что такое многочлены. Вот. Очень просто. И я здесь от вас сильно прошу, чтобы вы остановили это видео и сразу написали, с чем отличается многочлен от алгебрического выражения. На самом деле все многочлены или одночлены, они на самом деле алгебрические выражения, но все алгебрические выражения невозможно назвать многочленами. Вот. Videoni stop qilib to'xtatib ko'rib olishlarini so'rardimki, mana shu qoidani yozib olishlar kerak. Ya'ni ko'p xatlar algebrik ifodalardan nimasi bilan farq qiladi? Ya'ni ko'p xatlar bu o'z navbatida algebrik ifodalar, lekin har qanday algebrik ifoda ko'p xat bo'la olmaydi. Masalan, bu algebrik ifoda ham ko'p xat desa bo'ladi. Buni ham bir xat desa bo'ladi, buni 2 xat desa bo'ladi. Bu algebrik ifoda, lekin ko'p xat bo'la olmaydi, chunki x ga -3 tanlash mumkin emas. Mana tushunib oldinglar farqiga. Endi biz bu yerda sizlar bilan misol ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, birinchi navbatda biz ko'p xatlar mavzusini o'rganayotganda bir xatlardan boshlaymiz, chunki bir xatlarning mavzusini yaxshi tushunib olsak, ko'p xatlar bizga hech ham muammo bo'lmaydi. Bir xatlar mavzusida nima bor? Ularni ko'paytirish bor, ya'ni bir xatlarni ko'paytirishdan boshlaymiz. Demak, ekranni chap qismiga qaraysizlar. Demak, bu yerda ko'paytirish amallarini birgalikda bajarib ko'ramiz. Mana bizga bir xat berilgan, 9a kvadrat b va yana bitta bir xat berilgan. O'sha quyidagi misollarda bir xatlarning ko'paytmasini aniqlang deyilgan. Xo'p, ikkita bir xatni ko'paytmasini aniqlash uchun biz nima qilamiz? Qoida quyidagicha. Ikkita bir xatni ko'paytmasini aniqlash uchun siz sonni songa ko'paytirasiz. Mana, koeffitsiyentini, o'sha ko'p xatni koeffitsiyentiga ko'paytirasiz. 9 kara -3, -27. Keyin mos harflarini mos harflariga ko'paytirar ekansiz ko'paytiruvda. A kvadratni a ga ko'paytiramiz a kub, b ni b kubga ko'paytiramiz b ni 4-si. Juda ham oddiy. Xo'p, mana. Endi bu yerda ham xuddi shu qoida. Demak, qarang, 3 ta ko'p xat bir-biriga ko'paytiruv holatida turibdi. Uning uchun biz bu ko'p xatlarni sonlarini ko'paytirib chiqarganmiz. Juda ham oddiy. Xo'p, xohlasangiz daftarda ishlayotganda, uyga vazifa bajarayotganda siz buni cho'rnivaga ishlab oling. Birinchi bo'lib koeffitsiyentlarni ko'paytirib olamiz. 5 ni 0,7 ga ko'paytiramiz 3,5. 3,5 ni 40 ga ko'paytirganda 40 ni 0 ni 3,5 ga badarka qilsak 35. 35 ni 4 ga ko'paytirganimizda bo'lsa 140 bo'ladi. Demak, 140. Endi qaraymiz, a bor, yana bormi a? Mana bu yerda a bor. Demak, a kvadrat bo'ldi. B bormi? Bor. B kvadrat bo'ldi. C bormi? Bor. C kvadrat bo'ldi. Javob 140 a kvadrat b kvadrat c kvadrat. Xuddi shu tarzda mana bu 3 ta bir xatni ko'paytirganimda ham 3 ta sonni birinchi ko'paytirib olaman. Alohida cho'rnivak qismiga men mana bu joydan ko'paytirib olaman. Siz ham cho'rnivakka ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Demak, -0,45 ni ko'paytirib olasiz. Keling, mana bu joyda bir nimaga kelishib ketsak, ikkita minusni ko'paytirganimda plyus bo'lib ketadi. Ya'ni bo'ldi, ishoralarga qaramayman, chunki menda minuslar soni juft marta kelgani uchun qaramayman, bo'ldi. Ya'ni ikkita minus plyus bo'lib cho'ntagiga solib qo'ydim, faqat harflar qoldi deb ishlayman. Mana bu misolda ham aslida shunaqa qilish kerak. 125 ni 0,4 ko'paytirib, minusni faqat cho'ntakda zapasda olib turish kerak. Oxirida minus olib chiqib qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. 0,45 bu 45 taqsim 100.
Ko'paytiramiz buni koeffitsiyentiga, demak 9 kira 1 9, 1 qo'shsak 10. 10 taqsim 9 ko'paytiramiz yana 9 ga. Mana. Men hozir nima qilyapman? Faqatgina sonlarini ko'paytirib olyapman. E'tibor bering. Faqatgina 0,45 ni 45 taqsim 100 ni ko'paytiryapman 10 taqsim 9 ga, ko'paytiryapman 9 ga. Faqat sonlarni ko'paytirib olyapman. Xo'p, natijam nima bo'ladi? Bu bilan bu qisqarib bittadan 10 tadan 9 bilan 9 qisqardi. 45 ni 10 ga bo'lsam 4,5 qolyapti. Demak, bu yerda umuman koeffitsiyentlar ko'paytmasi, mana bu koeffitsiyent, bu koeffitsiyent, bu koeffitsiyentlar ko'paytmasi 4,5. Bo'ldi, koeffitsiyentlar haqida boshqa o'ylamang. Demak, siz bilib oldingiz 4,5. Chornoviga bajardim men. Siz ham Chornoviga bajarasiz. O'chirib tashladim Chornovi bo'lgani uchun. Demak, men bilib oldim 4,5. Endi faqatgina harflar ko'paytirish qoldi. A ni A ga ko'paytirsangiz A kvadrat, B ni B ga yana B ga, B dan 3 ta bo'lgani uchun B kub, D ni yozib qo'yamiz. Demak, yana bir gap, bu yerda harflar alifbo tartibida ketsa yaxshiroq bo'ladi, o'zingizga qulayroq bo'ladi. Mana bu misollarda ham xuddi shunaqa. Demak, -9 ni 3 ga ko'paytiramiz, keyin -4 ga ko'paytiramiz. Ularni ko'paytiradigan bo'lsak, -9 kira 3 -27, -27 kira -4 108, demak 108. A ni A kubga ko'paytirsak, A ni A kubga ko'paytiradigan bo'lsak, A ni 4-si B ni kubi bo'lar ekan. 108 A ni 4-si B ni kubi bo'lar ekan. Xo'p, mana bu misolda ham xuddi shunaqa. -64 ni -0,25 ko'paytiradigan bo'lsak, -64 kira -1 taqsim 4. Demak, qaranglar, minus sonni ko'paytirib olyapman. 0,25 1 taqsim 4ligini bilamiz. A ni 8-sini A kvadrat ko'paytirsam, A ni 10-si, X 11-sini X 9-siga ko'paytirsam, X 20-si. Bu bilan bu qisqarib 16 A ni 10-si X 20-si bo'ldi. Mana shu tarzda osongina ko'paytirib qo'ydik. Mana bu yerda bir xatni darajaga avval oshirib o'ramiz. Qanday qilib oshiramiz? Avval buni noto'g'ri kasrga aylantiraman. -3 taqsim 2 A ni kvadrati B ni 4-si S ni kubi. Shuni kvadratga oshiraman. Demak, -3 taqsim 2 ni kvadrati 9 taqsim 4. A ni 4-si, B ni 8-si, S ni 6-si bo'lar ekan javob. Juda ham oddiy, cham qiyin joyi yo'q. Xo'p, mana bu yerda nima qilamiz? Ikkita bir xatni ko'paytirishdan oldin avvalambor ularni darajaga oshirib olar ekanmiz. E'tiborliroq bo'ling, ko'paytirib qo'ymaysiz, avvalambor darajaga oshirasiz. 2AB ni kvadrati 4A kvadrat B kvadrat bo'ladi. Endi uni ko'paytiramiz. -3 ni kubi -27 A kub B kubga. Mana. Shunchaki hech qanaqa hisob-kitob yo'q, shunchaki darajaga oshirdik. 4 ni -27 ga ko'paytirsak, -108 A ni 5-si, B ni 5-si bo'lar ekan. Juda ham oddiy, juda ham sodda misollar. Faqat darajaga oshirib olsangiz bo'ldi. Demak, mana bu misollarda ham xuddi shunaqa, siz avval darajaga oshirib chiqib, keyin ko'paytiruvni amalga oshirishingiz kerak. Demak, buni darajaga oshirsak, mana bu misolda ko'raylik. Demak, A ni darajasida 2n - 1 ni 3-darajaga oshirsak, 6n - 3 ko'paytirilgan 2a kubni kvadrati 4a ni 6-si bo'ldi. Endi bir xatni bir xat ko'paytirganda, buni oldida bir koeffitsient bor, buni oldida 4 koeffitsient bor. Ikkita koeffitsient ko'paytmasi 4. A ni darajasida darajalari qo'shiladi. 6n - 3 ga 6 qo'shiladi. Natijada bizada 4 A ni darajasida 6n + 3 qoladi. Mana shu tarzda ko'paytirib qo'yar ekanmiz. Hech ham qiyin joyi yo'q. Demak, mana bu yerda ham ko'ramiz. -x ni 3n - 3-si ko'paytiramiz. X ni 23 kere 7 21 minus 3 kere 2 6n bo'ladi. Minus x ni darajalarini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 3n - 3 qo'shilgan 21 minus 6n bo'ladi. Minus x ni 3n dan 6n ni ayiradigan bo'lsak, minus 3n. Minus 3 ga 21 qo'shadigan bo'lsak, 18 qo'shilganda qoladi. Plus 18 qoladi. Xo'p, demak, mana shu tarzda osongina ko'paytirib olsa bo'lar ekan. Bo'lishda ham xuddi o'sha ish songa bo'linadi. Masalan, -12 ni 6 ga bo'lsak, -2 bo'ladi. A ni 6-sini A ga bo'lsak, A ni 5-si, B kubni B ga bo'lsak, B ni kvadrati, S kubni S ga bo'lsak, S ni kvadrati qoladi. Juda ham sodda, juda ham oddiy. -2 ni 1,5 ga bo'lamiz. Oson bu ham. 27 taqsim 10 ni bo'lamiz 15 taqsim 10 ga. Mana. -27 taqsim 10 ni ko'paytiramiz 10 taqsim 15 ga. Endi birdaniga qisqartirib olmadim, batafsilroq tushuntiryapman. Hammaga qulay bu usul. Menimcha, bunga 5 tadan, bunga 3 tadan, 3 ga qisqartirsak 9 tadan. -9 taqsim 5 qoladi. O'zi mana shu yerda o'zidan 0,3 ga ham qisqartirib olib, 9 taqsim 5 yozsa ham bo'lardi. 90 ni 5 ga bo'lsak 18, demak -1,8 qoladi.
a kubni a ga bo'lsak a kvadrat, b kvadratni b kvadratga bo'lsak bular qisqarib ketadi, s ni s ga bo'lsak ham bular qisqarib ketadi. -1/8 a kvadrat bo'ladi. Javoblar bilan ham solishtirib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Qaysidir joylarda avvalambor bularni darajaga oshirib olishga to'g'ri keladi. Demak, bo'lish ham xuddi o'sha amalda. Xo'p, keyingi ko'p xatlarni o'xshash xatlarini ixchamlab standart ko'rinishga keltiring degan. Demak, bizga ko'p xat berilgan, mana bir nechta qo'shiluvchi. O'xshash xatlarni ixchamlash degani 3x4 bilan yana 8x4 ni birlashtirib yoz degani. 3x4 dan 8x4 -5x4 bo'ladi. Xo'p, -5x ga 5x bular qisqarib ketadi, keyin 7x kvadratni keyin yozyapman. Juda ham oddiy. O'xshash xatlarni topib ixchamlashtirish kerak xolos. Mana bu misol chalg'ituvchi misol. Bu yerda avvalambor x ni x kubga, x ni x4 ko'paytirib, x kvadratni x kubga, x kvadratni x kvadrat ko'paytirib yozib olish kerak edi. Ana undan keyin ko'p xatni ixchamlashtirish kerak. Xo'p, mana bu misolda qavslarni ochib chiqish, bu mavzularni avval o'tganmiz. Qavslarni ochib chiqish umuman muammo emas. Bularni ham ishlab qo'ysak bo'ladi bemalol. Tushuntirmoqchi bo'lganim shular edi. Menimcha tushundinglar degan umiddaman. Salomat bo'linglar va algebrik ifoda va ko'p xatni qoidasini o'zingizlar tushunganinglar bo'yicha o'zingizlarni tushunchanglar, o'zingizlarni tilingizda qoida daftaringizga albatta yozib qo'yinglar.